Yer shari bizning yashash uchun tayinlangan makonimiz. Lekin insonlar sanoatining taraqqiyotiga ergishib, qisqagina 200 yil ichida yer sharidagi boyliklar allaqachon qurib ketish girdobida berib qoldi. Shu sababdan yaqinqi yillardan buyon planetlararo ko'chman bo'lish nurg'un olimlar asosida tadqiq qilgan sohalarning biriga aylandi. Ko'p yillik izlanishdan keyin insonlar oxiri necha dona yer shari bilan o'xshib ketadigan planetlarni bayqadi. Buning ichida Kepler 452b bo'lsa, hozirgacha bilingan yer shariga eng o'xshib ketadigan planetlarning biri. 2009 yili Kepler olam bo'shlig'i teleskopi yer shariga o'xshib ketadigan planetlar ustida izlanish burchini zimmasiga olib, Beijing vaqti 3-oyning 7-kuni Amerikaning sharq qismida qo'yib berilib bo'shliqqa ko'tarildi. 2015-yili Amerika davlatlik aviatsiya olam qatnash idorasi NASA yer shariga nihoyat o'xshib ketadigan planetni bayqaganligini e'lon qildi. Olimlarning hisoblashiga asoslanganda, uning yer shari bilan o'xshashlik darajasi 98% yetadigan bo'lib, u dal Kepler 452b. Kepler 452b oqqu yulduz turkumi yo'linishiga joylashgan. Garchi uning hajmi yer sharining 1.6 barobar bo'lsa-mu, lekin u Quyoshga o'xshab ketadigan turg'un yulduzni cho'ridab aylanganlikdan hamda makonlashgan belbog'da turganlikdan uningda suyuq holatda suv mavjud bo'lish mumkinchiligi bir qadar yuqori ekan. Shu sababdan yana uningda hayotlik mavjud bo'lish ehtimolligi ilgari bayqalgan sayyoralarga qaraganda nihoyat yuqori ekan. Bu bayqash ilm-fan dunyosini tavratgan, kishilarda planetlararo ko'chman bo'lishga nisbatan yangi istak paydo qilgan. Lekin amaliyat ko'ngildagidek bo'lmagan. Tushuntirishlarga asoslanganda Kepler 452b ning yer shari bilan bo'lgan oraliqi taxminan 1400 yo'riq ekan. Ya'ni shundoq deyishga bo'ladiki, kishilar tushungan Kepler 452b hamon 1400 yil ilgariki Kepler 452b. Yana kelib uning oraliqi nihoyat yiroq bo'lg'achqa, insonlarning hozirgi fan texnik saviyasida uningga yetib berish uchun yana necha 10 million yil vaqt ketadi. İnsanlar agar qo'zg'alish texnikasini tamomladi deb hisoblasaqmi, lekin Kepler 452b cho'ridab aylanadigan turg'un yulduz allaqachon qayerlik bosqichga kirdi hamda uzluksiz kengayotadi. Ko'p yillardan keyin Kepler 452b oxiri uning turg'un yulduzi tarafidan yutib olinadi hamda yo'qoladi. Shunga uningga ko'chib berish amaliyotga ancha mos kelmaydi. So'zlab bu yerga kelganda men ixtiyorsiz cho'nqur xiyolga botdim. Nemishqa insonlar planetlararo ko'chman bo'lishni reallikka oshirishga shuncha taqozo bo'ladigandu. Nemishqa necha milliard yil normal aylangan yer shari insonlar sanoatni taraqqiy qildirgandan keyingi necha yuz yilda bunchalik o'tmitish bo'lib ketdi. Nemishqa biz o'zimizni o'zgartirish orqali insonlarni yer sharida uzoq muddat ko'piy sharoitiga ega qilmaymiz. Dal yer shari onamiz biz insonlarning apraydi qildi. Bizning qilishimiz kerak bo'lgani uni buzg'unchilikqa uchirtish emas, aksiya minnatdorlik hissiyoti bilan uni asrash. Keyin insonlar boshqa makonlashgan planetni bayqadi va muvaffaqiyatli holda ko'chman bo'ldi desakmi, lekin oiladan faqatla barabar bo'ldi. Bugungi mazmun bu yerda oxirlashdi.